Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun biz Yangiyer shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan aholi murojaatlari va ularning ijrosi, fuqarolar bilan ochiq muloqot va murojaatlar bilan ishlash bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bunda Yangiyer shahar iqtisodiyot va moliya bo'limiga 2025-yil davomida aholining murojaatlari bilan ishlash, fuqarolar bilan ochiq muloqotni tashkil etish hamda kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida va qonunchilik talablariga muvofiq ko'rib chiqish masalalari doimiy nazoratga olindi. Bu yo'nalishlarda tizimli va rejali ishlar amalga oshirildi. Jumladan, fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni qabul qilish, ularni ro'yxatga olish, mazmuni bo'yicha tahlil qilish va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda hal etish bo'yicha aniq mexanizm yo'lga qo'yildi. Har bir murojaat e'tiborsiz qoldirilmasdan belgilangan muddatda ko'rib chiqilib, fuqarolarga yozma va og'zaki javoblar berilmoqda. Yangiyer shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan 2025-yil davomida jami 9 ta fuqarolar murojaatlari kelib tushgan bo'lib, ularning 8 tasi qonunchilik talablari asosida to'liq va ijobiy hal etilgan. Ushbu murojaatlar asosida ijtimoiy, iqtisodiy va maishiy masalalarda taalluqli bo'lib, tegishli idoralar bilan hamkorlikda o'z vaqtida ijrosi ta'minlandi. Kelgan bitta murojaat bo'yicha esa fuqarolarga belgilangan tartibda tegishli huquqiy, tashkiliy va amaliy tushuntirishlar berildi hamda ushbu murojaatning ijrosi nazoratga olindi. Ya'ni, mazkur masala bo'yicha ish to'xtab qolmasdan, ularning yakuni va ijobiy hal etilishiga yordam berilmoqda. Yangiyer shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan 2026-yilda bitta murojaat kelib tushgan bo'lib, bitta murojaat ijobiy hal etildi. Aholi murojaatlari bilan ishlashda asosiy maqsad fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, ularni qiynalayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va hal qilish orqali xalq roziligiga erishish hisoblanadi. Shu bois har bir murojaatga mas'uliyat bilan yondashilib, ularning mazmuniga qarab tegishli choralar ko'rilmoqda. Shu bilan birga fuqarolar bilan ochiq muloqotlarni yo'lga qo'yish, ularni qabul qilish va bevosita tinglash amaliyoti hamda muntazam tashkil etilmoqda. Bu esa aholining muammolarini joylarda o'rganish va ularni tezkor hal etishga xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, 2025-yil davomida Yangiyer shaharda iqtisodiyot va moliya bo'limida aholi murojaatlari bilan ishlash sohasida muayyan natijalarga erishildi. Kelgusi hamda ushbu yo'nalishlarda ishlash yanada takomillashtirib, fuqarolarning har biri murojaatlari o'z vaqtida va sifatli hal etilishi ta'minlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.